joyga ulashimiz. Charchab ketdim aka. Eng yumshoq joy shu dedingiz. Mashincha ham kovlanmadi. Lapatka ham sindi. Bu qabrga tushadigan mayitni qanaqa katta gunohi bor ekan-a? Allohim o'zing kechir. Yer ham Alloh maxluqi. Alloh yerga bandamni qabul qilmagan desa, toshdan qattiq bo'lar ekan. Uni dunyoni istagan joyiga olib borib ko'mmoqchi bo'lsang ham ko'molmas ekansan. Bizning eng katta xatoyimiz bilasanmi nima? Nima? Xuddi o'lmaydiganda yashaymiz. Alloh hammamizni xotimamizni go'zal qilsin. Qani, ilohim, shu mayitni o'zing gunohlarini kechirgan. Bizning ham ishimizni oson qilgan. Allohu akbar. Qani ketdi. İşlemesi olmuyor. Bismillah. Olmuyor. Azam keş, azam